Shahrisabzdagi Xisarak suv omboriga aylanish bir kunda nechta pulga tushadi? Videoni oxirigacha ko'ring. Shahrisabz tumanidan deyarli 30 km uzoqlikda joylashgan Meraki shaharchasidagi Xisarak suv omborida osmodor ko'prik yo'li, tepalikdan ballonda, ya'ni shinada sirpanish, arg'imchoq va shuningdek insonga o'zgacha motivatsiya bag'ishlovchi kemada, ya'ni karterda sayohat qilish yaqin oylardan o'z faoliyatini boshladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, osmodor yo'ldan yurish, shinada sirpanish hamda arg'imchoqda uchish 10 ming so'mdan har bir kishiga to'g'ri keladi. Kemada sayohat qilish esa 12 yoshdan kattalarga bir kishiga 50 ming so'm, 5 yoshdan 12 yoshgacha bo'lganlarga esa 25 ming so'm, 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga esa tekin. Kemada o'rtacha Xisarak suv omborida 25-27 daqiqa sayr qilasiz. Xullas, bir kishiga taomlanish va sayohat qilish uchun 200 ming so'm yetarli bo'ladi. Manzilga borsangiz afsuslanmaysiz. Oilaviy dam olish va madaniy hordiq chiqarish uchun juda ajoyib atmosfera va qulayliklar yaratilgan. Bu joyga siz kim bilan kelmoqchisiz? Videoni shu insonga jo'nating.